Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qiyomatning katta alomatlari bayoni. Va Isa sawfa ya'ti thumma yatvi lidajjalin shaqiyyin zi khabali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Isa alayhissalom kelajakda keladi. So'ngra to'xtamasdan badbaxt buzg'unchi dajjolga yo'l oladi. Nazmiy bayoni. Iso kelajakda albatta kelar, badbaxt dajjolga u tezda yo'l olar. Matn sharhi. Iso alayhissalomning tushishlari, dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan hisoblanadi. Qiyomat yaqin qolgan bir paytda ushbu voqealar sodir bo'ladi. Dajjol lug'atda yolg'onchi, firibgar kabi ma'nolarni anglatadi. Istilohda esa o'ta yolg'onchi, g'ayri oddiy qobiliyatga ega, bir ko'zi tep-tekis, peshonasiga kofir deb yozilgan, qiyomatga yaqin chiqib xudolik da'vosini qiladigan Dajjol laqabli yahudiy kishi tushuniladi. Hadis shariflarda u haqida batafsil ma'lumotlar kelgan. Ularda uning yolg'onchi kazzob kishi bo'lishi bilan birga fitnasi katta bo'lishini, uning fitnasidan saqlanish uchun nima qilish kerakligi ham aytilgan. Navvos ibn Sam'on Kilobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjolni zikr qilib, agar u chiqsa va men sizlarning oralaringizda bo'lsam, sizlarsiz o'zim unga qarshi turaman. Agar u chiqqanida men bo'lmasam, hamma o'z-o'zini himoya qiladi. Alloh har bir musulmonga yordam beradi. Sizlardan kim unga yetsa, unga qarshi Kahf surasining boshlarini o'qisin. Chunki u uning fitnasidan sizlarning himoyalaringizdir. Biz uning yerda qolishi qanday dedik? U zot 40 kun, bir kuni bir yildekdir, bir kuni bir oydekdir, bir kuni bir haftadekdir. Boshqa kunlari sizlarning kunlaringiz kabidir, dedilar. Shunda biz, ey Allohning rasuli, o'sha bir yildek kunda bizga bir kecha kunduzning namozi kifoya qiladimi dedik. U zot, yo'q, uning miqdorini belgilanglar. So'ngra Iso ibn Maryam Damashqning sharqiy oq minorasi oldida tushadi va uni Bobulutda topib halok qiladi dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Qiyomat alomatlari haqida xabar beruvchi ushbu hadisga juda ko'plab sharhlar yozilgan. Jumladan, Imom Abu Dovudning Sunani sharhida quyidagi so'zlar aytilgan. Biz uning yerda qolishi qanday dedik? U zot 40 kun, bir kuni bir yildekdir, bir kuni bir oydekdir, bir kuni bir haftadekdir. Boshqa kunlari sizlarning kunlaringiz kabidir, dedilar. Ya'ni, u chiqqanidan keyin yerda qolish muddati 40 kundir. Birinchi kuni bir yildekdir, ikkinchi kuni bir oydekdir, uchinchi kuni bir haftadekdir, qolgan 37 kuni esa bizlarning kunlarimiz kabidir. Bu o'sha zamonda bo'ladigan g'ayri oddiy ishlardan biri bo'ladi. Sahobai kiromlar birdan namozning qanday o'qilishi haqida, ey Allohning rasuli, o'sha bir yildek kunda bizga bir kecha kunduzning namozi kifoya qiladimi deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yo'q, uning miqdorini belgilanglar dedilar. Ya'ni 5 vaqt namozni oldin o'qib yurganlaring kabi o'qinglar. Bomdodni o'qiganlaringdan keyin qancha vaqtdan so'ng peshinni o'qirdilaring. O'sha miqdorni belgilab, peshinni o'qinglar. Qolgan namozlarni ham shu tartibda miqdorini belgilab o'qinglar. Ushbu vaqt kunlarning adadlari e'tiboridan
yil kabi bo'ladi. Lekin u bir kunning o'rnida bo'ladi. Ya'ni shu vaqt davomida insonlar quyoshni botmasdan turaverganini ko'rib turadilar. Quyosh ana shunday to'liq bir yil botmasdan turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga har bir namozning orasini bilishlari uchun miqdorni belgilashni tayinlaganlar. Ular bir namozni o'qiganlaridan so'ng keyingi namoz vaqti kiradigan muddat kelguncha kutadilar. So'ng navbatdagi namozni ado etadilar. Shunday qilib, miqdori bir yilga teng bo'lgan o'sha kun ham o'tadi. Undan keyin miqdori bir oyga teng bo'lgan kunni ham, undan keyingi miqdori bir haftaga teng bo'lgan kunni ham shu tartibda o'tkazadilar. Xuddi shunday ishni kecha va kunduzni bilolmaydigan quyosh va oyni ko'rishdan to'silib qolgan mahbus ham qiladi. Ya'ni u ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayinlaganlaridek miqdorini belgilab o'qiydi. Uzun muddat quyosh botmasdan turadigan joylar ham Dajjal haqida kelgan ushbu hadisdagi ko'rsatmaga ko'ra amal qiladilar. Payg'ambarlar orasidan aynan Iso alayhisalomning tushishlarining hikmati shuki, bunda u zotning o'ldirganlarini da'vo qiladigan yahudiylarga raddiya bor. Alloh taolo ularning yolg'onlarini oshkor qiladi. U zot tushganlaridan so'ng ularni halok qiladi. Yoki u zotning tushishlari ajallari yaqinlashgani sababli yerda dafn etilishlari uchun bo'ladi. Chunki u zotga ham ajal tayin qilingan bo'lib, tayin qilingan vaqtda albatta o'limni totadilar. Tuproqdan yaratilgan zotning samoda vafot etishi lozim emasdir. U zotning tushishi Dajjolning chiqqan paytiga to'g'ri keladi va u zot uni o'ldiradi. Aslida uni o'ldirishni qasd qilib tushgan bo'lmaydi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.